Respublika ixtisoslashtirilgan dermatominerologiya va kosmetologiya ilmiy-amaliy markazi Samarqand filialida 2025-yilni yakuniga qaraydigan bo'lsak, bir qancha ishlar amalga oshirildi. Birinchi o'rinda aholini, xalqning farovonligini o'ylab, o'sha yerda yangi qulayliklarga ega binoni to'liq jihozlandi. U yerga muammoli bo'lib kelayotgan kasalliklarni yechimini topish uchun yangi diagnostik apparatlar va davolash uskunalari o'rnatildi. Mana shu 2025-yil davomida bizni muassasamiz xalqaro akkreditatsiya guvohnomasiga ega bo'ldi. Xalqaro akkreditatsiya guvohnomasiga ega bo'lish bu bir murakkab jarayon bo'lib, bu xalqaro ekspertlar tomonidan 2-3 oylab davomida uzluksiz tekshirishlar va o'qitishlar samarasi bo'lib chiqadi. Ushbu jarayonda bemorlar xavfsizligi, olib borayotgan tibbiy xizmatlarning sifati, ularning sifat nazorati va olib borayotgan har bir ishni mas'uliyatli va o'qitilganligi, xodimlarning yetarli malakali toifalariga ega bo'lganligi, xodimlarni o'qitish, malakasini oshirish jarayonlarining mustaqil tashkil qilinganligi, ularning xolis baholanganligi katta ahamiyat kasb qiladi. Bizning muassasamiz Respublika ixtisoslashtirilgan dermatologiya va kosmetologiya markazi Samarqand filiali respublikada ilk 9-chi Samarqand viloyatida ikkita mana shunday sertifikatga ega bo'lgan muassasa bo'lib qatorga kirdi. Bu bizga katta mas'uliyat yuklaydi. Bu mas'uliyat bizni aholiga muammoli bo'lib kelayotgan kasalliklarni erta aniqlash, ularni sifatli davolash, ularga zamonaviy texnologik yordam ko'rsatish, kasalliklarni bartaraf qilib, sog'liqlarini tiklashga katta yordam beradi. 2025-yilda bizning muassasamizda xalqaro hamkorlar bilan birgalikda zamonaviy bo'lgan gestoprotsessor uskunasi o'rnatilib, terining morfologik tekshirishlari birinchi bo'lib Samarqandda yo'lga qo'yildi. Bu bizda bemorlarni bevosita tekshirish jarayonlarini zamonaviy eng yuqori malakali texnologiyalarni Samarqandda joriy etish imkoniyatini berib, boshqa joylarga, boshqa muassasalarga borib, ularni tekshirish va boshqa xarajatlardan xalos qildi. Biz terining rak oldi kasalliklari, o'sma kasalliklarini erta aniqlash, papilloma xususiyatlarini aniqlash, ularning xavflilik darajasini baholash imkoniyatlariga ega bo'ldik. 2025-yil davomida aholiga sifatli tibbiy xizmatni yanada yaqinlashtirish, ularni olib borayotgan ishlarni butun jahon standartlariga mos ravishda olib borish, tibbiy hujjatlarni raqamlashtirish jarayonlari katta yutuq sifatida olib borilmoqda. Bizning muassasamizda mana shu raqamlashtirish ishlari Demet elektron dasturi orqali amalga oshiriladi. Bu dastur bizga har qanday kafolatlangan paketlar doirasida bepul tibbiy xizmat ko'rsatib kelayotgan bemorlarni tahlillarini bevosita kuzatish, ularni kasalliklarini erta aniqlash imkoniyatlari va qaydlash jarayonlarini erkinlashtirib, tibbiyot xodimlarini yanada yaxshiroq ishlashga qulaylik yaratadi. Shu fursatdan foydalanib, barcha respublikamiz aholisini, qadrli samarqandliklarni va barcha hamkasblarni kirib kelayotgan 2026-yil yangi yil bilan muborakbod aytaman. Yangi yil yangi orzu va istaklar ro'yobi demakdir. Ayniqsa, yangi yilni oila a'zolari va yaqinlarimiz davrasida to'kin sochin dasturxon atrofida